Bemor yetdimi? Mana ichkarida Qo'ydi. Mayli. Siz eshikda turib turing, men hozir o'zim hal qilib chiqaman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimi? To'g'ri. Ha, doktor. Keldik bemorga. Xo'p, shularmi bemor? Ha? Ha, yo'q, bu yo'q, qayoqqa shoshyapsiz? Bemorga? Ha, bemor meni bemorim-ku. Yo'q, kechirasiz. Hozir bu meni bemorim shekilli. Vrach sizmi, menmi? Siz chiqib turing, men o'zim bilaman. Ya'ni o'zim hammasini hal qilaman. Xo'p. Nima qilay? Chiqib turing deyman. Qayoqqa chiqib turaman? Qayoqqa chiqib turing? Ko'chaga chiqib turing-da. Ha? Nega ko'chaga chiqishim kerak? Ha, baraka topkur. Vrachlik, etika, estetika degan narsa bor-da, tushunasizmi? Menga qarang, etika, estetikani qo'ying, bu meni xotinim. Xo'p. Xotinni yonboshga tashlab qo'ygan erkak emasman men. Ha, men tushunibman. Nima gapingiz bo'lsa, nima tashxishingiz bo'lsa, ko'ring, men qarab turaman. Bo'ling. Yo'q, qanday qarab turaman? Siz tashqarida turavering, biz o'zimiz hal qilib olamiz, kelishib olamiz. Zo'ri. Nima zo'ri? Meni xotinim bilan hamma narsani hal qilib kelishib olasizmi? Yo'q, siz mendan noto'g'ri tushundingiz. Demoqchimanki, dardini bilaman, hozir so'rab qilishim kerak. Odam erining yonida uyaladi. Oy, men mana shunday turaman, mana marhamat qilib so'rang, surishtiring. Men indamayman, gapirmay jim turaman. Men rashkim bilan o'ynashmang. Hop, o'ynashmang rashkim bilan. Hop, tushuning. Hozir sizdan uyalishi bor, bemori, boshqa bo'lishi bor. Oy. Kim uyaladi mendan? Menga qara xotin. Sen meni xotinimmisan? Ha? Ana meni xotinim ekan shu. Mendan shuncha yildan buyon uyalmagan xotin. Endi doktorni ko'rib uyalasanmi? Hozir uyalyaptilar-da, men so'rang, uyalyapsizmi yo'qmi? Ayting. Uyalyapsanmi? Ha? Ana, ko'rdingiz? Gapira olmayaptilar. Uyalyaptilar. Dard chekyapti, shu uchun gapira olmayapti. Menga qarang, men vrachmanmi, siz vrachmi? Ha, men bilsam kerak, nima qilish kerak? Bemorga qanaqa muomala qilish kerak? Iltimos, chiqib turing. Chiqing. Chiqmayman. Ko'chaga tashlab qo'ygan xotin yo'q deyapman sizga. Mana ko'ring, tashxisini qo'ying, mana oling, ukolingizni qiling, keting. Bo'p, menga farqi yo'q. Men ukolimni qilaman, ketib olaman aka. Lekin-chi bemor tuzalmasa, nima bo'lganini bila olmay qolsak, o'zingiz afsuslanib qolasiz. Bo'pti, etagingizni oching. Nima qiling? Etagingizni oching. O'zingiz etagingiz ochilib ketmasin yana. Nimaga? Ha, bu meni xotinim deb turibman. Baraka topkur. Nima ukol qilishim kerakmi? Menda nima xohlayapsiz? Hamma gap sentrda bo'ladi, bilasizmi? Bu sentrda, bu markaz sentrda. Menga qarang, sentrifugasini hozir qo'yib algoritmingizni buzaman. Algoritmingizni buzganimdan keyin mana shunaqa bo'lib qolasiz. Unaqa gap qilmang. Agar siz haqiqiy doktor bo'lsangiz, Gippokrat qasamini ichgan bo'lsangiz, mana tomiriga uring, bir pasta tarqaladi hamma yoqqa. Voy jon aka, siz meni tushuning, oshqozon markazida bo'ladi. Yegan ichgan ta'sir qilib kasal bo'ladi odam, tushuning. Biz to'xtab turing, xotin qayering og'riyapti? Boshingmi? Ana boshi og'riyapti. Oyog'ingizmi yoki? Ko'rdingiz? Unisiga ham haymat bilishgan. Iltimos iloji chiqib tursangiz yaxshi bo'ladi. Men chiqmayman. Xo'p, nima qildingiz? Nima qiling? Tomiriga qiling qol. Nima? Tomiriga. Shuncha joydan menga qarang. Shuncha joydan sarson keldim hozir. Men sarson, texnika sarson, medbrat sarson, anta telefon qilganingizda, ana operator sarson bo'ldi. Qancha odam aytgan kutib o'tiribdi. Shuncha joydan kelib endi bor yo'q bitta bilaga o'qib qolamanki ketamanmi? Ha? Jala ishtaha zo'ru. Ha? Faqat yonbosh ko'zingiz oldiga kelyaptimi? Yonboshingizni chiqaraman uka. Chiqaraman uka.